Noto'g'ri tanlangan yog'och 3000 dollarga tushishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga buni batafsil tushuntirib beraman. Mana bu ko'rib turgan yong'og'ingiz mana postqaloqlarning archilmaganligi uchun qut tushib ketgan. Sababi postqaloq shirin bo'ladi, shunga qut juda tez keladi. Buni noto'g'ri joyda saqlab qo'yilgan. Buni daraxt tagida saqlanmaydi yong'og'i, chunki daraxtdan shira tushib turib bunga qut tushishi mumkin. Buni har 6 oyda dorilab turish kerak. Keyin tevasini, tagini oqolab qo'yiladi. Ko'ryapsiz, qut tushib upa qo'ygan. Mana bu tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana hammasiga qut tushib ketgan. Endi bundan tayyorlangan mahsulot mana stupenka. Stupenkani ko'ryapsiz, qut tushib ketgan. Buni aytgancha biz qilmaganmiz, bitta katta usta qilganlar, lekin ular ham xato qilganlar. Inson adashadi, xato qiladi. Mana ko'ryapsizlar, oldiga o'rnagan tumbalar ham hammasiga tushib ketgan. Noto'g'ri tanlangan yog'och ustakamizga 3000 dollarga tushdi. Siz ham shu xatoni qilib qo'ymang. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziq ma'lumotlar hali oldindan aytgancha Zinachi Sobitga obuna bo'ling. Yo bo'lmasa O'zbegim Zinalar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.